Sabr va jazm. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuvende diktanlağa İbn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah'nın bir dostqa samimi nasihat risalesinden birinci bab sabr ve jazm hamda ikinci bab kişilarni to'g'ri yo'lga boshlab ularni Allohga va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, ya'ni sunnatga da'vat qilish temasini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Sabr va jazm. Alloh subhanahu va taolo dinda imom, ya'ni o'zidan keyingilar o'rnak qiladigan taqvodor kishi bo'lishning sabr va jazmni taqozo qiladiganligini bayon qilgan. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shunday deydi: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Tercümesi: Ular külpetlerge sabır qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan imomlar qildik. Sura Sajda 24-oyat. Demak, inson sabr va jazm, ya'ni qat'iy ishonish orqali dinda imomlik martabasiga yeta oladi. Olimlar bu oyatdagi sabrdan nimaning maqsad qilinganligi haqida ixtilof qilishgan. Ularning ba'zilari bu dunyo hayotiga qarta sabr qilish, ya'ni dunyodagi harom qilingan lazzatlardan cheklanishda sabr qilishni ko'rsatdi deysa, yana ba'zilari bu boshqa kelgan ig'irchiliklarga sabr qilishni ko'rsatdi degan. Yana ba'zilari harom ishlardan saqlanishda sabr qilish deyishgan. Bu jihatdagi to'g'ri qarash shuki, mazkur oyatdagi sabr yuqoriqilarning hammasini, ya'ni Alloh subhanahu va taolo vojib qilgan ishlarni sabr bilan ado qilish, Alloh subhanahu va taolo cheklagan barliq ishlardan sabr orqali yenish, Alloh subhanahu va taolo bizga taqdir qilgan barliq ishlarga qarta sabr qilishni o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi oyatda sabr bilan jazmni birlikda zikr qilgan. Chunki bu ikkisi Alloh subhanahu va taoloning bandalarining xushallik manbasi bo'lib, bu ikkisidan mahrum bo'lgan kishi xushallikdan mahrum qoladi. Chunki qalb har doim Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga zid harom shahvatlarning, shundaqla ilohiy vahiyga zid bo'lgan shubhilarning hujumiga uchrab turdi. Halbuki bu xil shahvat sabr orqali, shubhilar bo'lsa jazm orqali yo'qotiladi. O'zining harom shahvatlariga sabr orqali, shubhilarga jazm orqali taqobil turgan kishilar Alloh subhanahu va taoloning jazosidan aman qoladi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tercümesi: Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulki va avlodi sizlarninkiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibasidan bahramand bo'lgandek, sizlarmu dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibanglardan bahramand bo'linglar. Ular batilga cho'mgandek, sizlarmu batilga cho'minglar. Sura Tavba 69-oyat. Bu oyatdagi nasibasidan bahramand bo'lish ularning harom shahvatlarini qondirganligini, batilga cho'mishi bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning dini to'g'risidagi xato va harom ishlar bilan mashg'ul bo'lishni, shak shubha ahlining behuda va botil parong temirlarini ko'rsatdi. Yuqoridagi oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo shunday degan. Tercümesi:
Ani shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ani shular ziyon tortquchilardir. Allah subhanahu va taolo kishilarning ziyon tortquchilardan bo'lib, amallari e'tiborsiz bo'lib ketishining sababini ularning shahvatlariga agashganligi, ya'ni dunyo lazzatlaridan bo'lgan nasibasidan bahramand bo'lganligi, shundaqla shak shubhaga cho'mib botil va behuda paranglarni qilganligi deb ko'rsatgan. Ikkinchi bob. Kishilarni to'g'ri yo'lga boshlab, ularni Alloh subhanahu va taologa va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ya'ni sunnatga da'vat qilish. Yuqorida bayon qilingan sabr va jazmdan iborat ikki shartdan sirt oyatda boshqa ikki prinsipmi bizning samimizga silingan. Bu prinsiplarning birinchisi kishilarni Allohning yo'liga chaqirib, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish. Ikkinchisi kishilarni o'zining aqli, ko'z qarashi, tadbiri, xohishi orqali yoki Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan dalil yo'q turuqliq, yanala ota-bobolarni qarig'ulacha taqlid qilish orqali emas, balki Allah subhanahu va taolo o'zining payg'ambari sallallohu alayhi va sallam orqali bekitgan va buyurgan ishlar asosida Allohning yo'liga boshlashdir. Ana shu sababdan Allah subhanahu va taolo shundoq degan. Tarjimasi: ular kulpatlarga sabr qilgan bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan imomlar qildik. Xulosalaganda bu oyat mundaq 4 prinsipni o'z ichiga olgan. Birinchi, sabr qilish. Bu kishining o'zini Alloh subhanahu va taolo harom qilgan ishlardan cheklashi. Alloh subhanahu va taolo vojib qilgan, buyurgan ishlarni ado qilishga o'zini beg'ishlashi. Allohning taqdiridan qaqshash yoki uningga g'azablanishdan saqlanishni ko'rsatadi. Ikkinchi, jazm shakdan, taradduddan va shubhidan xoli qalbda cho'nqur yildiz tortgan iymonga ega bo'lishni ko'rsatadi. Tuvandagi oyatlarda iymonning 5 turiki, ya'ni 6 turikning 5i bayon qilingan. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki yaxshilik Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nazil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish tur. Sura Baqara 177-bab. وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tarjimasi: kimiki Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'an bo'ladi. Sura Nisa 136-oyat. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Tarjimasi: payg'ambar Rabbi tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Sura Baqara 285-oyat. Oxirat kuniga iymon keltirish samoviy kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirishning jumlasidandir. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Iymon Allohga, uning farishtalariga, uning kitoblariga, uning payg'ambarlarga va oxirat kuniga ishonishdir. İmam Buxoriy va Imom Muslim to'plagan. Shu vajidan yuqoridagi 5 turikning birasiga ishonmagan kishi mu'min emas, aksicha kofirdir. Jazmga kelsak, bu iymonning turiklarining qalbga shu darajada cho'nqur o'rnashgan holatiki, bu vaqtda qalb bu turiklarni aniq tonib yetib, xuddi ko'z quyosh bilan oyning suvdagi sho'lasini ko'rgandek ularni aniq ko'rib yetalaydi. Ana shu vajidan salafdan ba'zilari jazm iymondandir degan. 3. Kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash, ularni Allohga va uning rasuliga da'vat qilish. Hasan al-Basri rahimahulloh tövendeki oyatni o'qigandan keyin shundoq degan: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tercümesi: Allah'a, yani Allah'ның tevhidige ve taatiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan ve men haqiqatan musulmonlardan men degan kishidan mu yaxshi so'zlik odam bormi? Sura Fussilat 33. oyat. Ana shu Allohning habibi va do'stidir. U Allohga bo'ysunudi, itoat qiladi, solih amallarni qiladi va kishilarni Allohga chaqirdi. Yuqoridagi sifatga ega kishilar insonlarning eng yaxshilari bo'lib, qiyomat kuni darajasi eng yuqori bo'ladi. Ular Allah subhanahu wa ta'ala ziyan tatquchilardan bo'lishdan saqlagan kishilardir. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda shundoq degan: Vel asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tercümesi: Zaman bilen qasamki, haqiqatan insonlarning hammasi cho'qim ziyon ichidadir. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishganlar buningdan mustasno. Sura Asr. Allah subhanahu wa ta'ala bu surada iymon etish va solih amallarni qilish orqali o'zini mukammallashtirgan, shundaqla iymon etish va solih amallarni qilish to'g'risida nasihat qilish orqali boshqalarni mukammallashtirganlardan boshqalarning ziyon tortadiganligi to'g'risida qasam qilgan. Imom Shafi'i rahimahulloh agar kishilar Asr surasi to'g'risida cho'nqur tafakkur yurgizgan bo'lsa, bu ular uchun kifoya qilgan bo'ladi degan. Agar birov Allah subhanahu wa ta'alaning yo'liga ro'shan dalil bilan da'vat qilmasa, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy ergashuvchilaridan bo'la olmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda shundoq degan: Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana va man ittaba'ani. Tercümesi: Aytqinki, bu mening yo'limdir. Men ro'shan dalilga asoslangan holda kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar shundoq qilamiz. Sura Yusuf 108-oyat. Bu oyatda Allah subhanahu wa ta'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ad'u ilalloh tercümesi men Allohga da'vat qilaman deyishga buyurish orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lini bayon qilgan. Chunki Allah subhanahu wa ta'alaga da'vat qilish cho'qim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning
ve onunğa ergeçkiçilerinin yolu buluş gerek. Şunlaşqa Allah'ın yoluğa davet kılmağanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolu da emasdır. Ala basiretin tercümesi roşen delilge asaslangan halda. Arap tilida basira degan so'zning yiltizi tushundirish, oshkor bo'lish degan ma'nolarni bildirdi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimni basoir ya'ni ro'shan paketlar deb atagan. Chunki ashu ro'shan dalil paketlar kishini haqqa va to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shu vajdan arablar o'ning ba yerini ko'zitib berdigan qon izini basira deb ataydi. Bu oyat o'z navbatida yana ro'shan dalilga asoslanishdan iborat sifatni hozirlamoq uchunmi o'xshashlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ergashkichilaridan bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. 4. Oyatdagi yahduna bi amrina tercümesi bizning amrimiz bilan boshqalarga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan degan bo'lak 4-prinsipni o'z ichiga olgan. Bu yana shuni isbotlaydiki, ular Allah subhanahu va taolo o'zining payg'ambariga nozil qilgan shariatga ergishidi. Ular boshqalarga har qanday ko'z qarash bo'yicha emas, Allah subhanahu va taoloning buyrug'i bo'yicha to'g'ri yo'l ko'rsatganda ondan haqiqiy to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bo'ladi. Bu oyat shuni ko'rsatadiki, kishilar rahbar va o'rnak bilib ergishadigan dinning imomlari sabr, jazm, Allohning yo'liga o'zining ko'z qarashlari yoki bid'atlar bo'yicha emas, balki vahiy va sunnat asosida da'vat qilishdan iborat sifatlarga ega kishilardir. Darvaqa ana shular payg'ambarning bu ummat ichidagi varislari. Allah subhanahu va taolo o'ziga yaqin qilish bilan in'om qilgan kishilardir. Shu vajidan ularga dushmanlik qilish Allah subhanahu va taologa dushmanlik qilganlik bo'ladi-da, Allah subhanahu va taolo shuningga asosan o'z dushmanlariga urush ochadi. İmam Ahmed rahimahulloh o'zining Jahmiyalarga raddiya degan asrida shunday degan. Barcha hamd sana her asrda ozg'unlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, ularning arziyatlariga sabr qiladigan, qarg'ular, ya'ni qarg'u qalblarning Allah subhanahu va taoloning nuri bilan ko'rishiga yordam qiladigan, o'lik qalblarni Allah'ның kitobi bilan terildiradigan ilm ahlilarini chiqarib bergan Allohga xosdir. Chunki ular shayton o'ltirishni qasdlagan nurg'un qalblarni terildirdi. Azg'an, qaymuqqan nurg'un kishilarni to'g'ri yo'lga boshlashga muvaffaq bo'ldi. Haqiqatan ular kishilarga yaxshi va maqtashga loyiq ta'sir ko'rsatdi. Ammo kishilar ularga ko'rsatadigan ta'sir dal buning aksichi bo'ldi. Ular ashqunlarning Qur'on oyatlarini burmalashlariga, soxtipazlarning soxtipazliklariga, bid'at va botil bas munozara tug'ini ko'tarib chiqqan nadonlarning safsatillariga raddiya berdi. Halbuki bu soxtipaz nadonlar Allah'ның kitobidan chetnab, Allah va uning kitobi Qur'oni Karim to'g'risida ilmsiz holda jidallashidi. Shundaqla mutashabih, ya'ni ma'nisi aniq bo'lmagan oyatlar to'g'risidagi bas munoziralariga kirishib ketadi va bu vaqtdagi talash tortishlar orqali avomni aldaydi. Biz o'zi azg'an ve başkalarını azdırdıgan insanların ziyankashligidan ve azg'unligidan Allohga sig'inamiz. Elhamdülillah. Yuqorida İmam İbn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah'ның bir do'stga samimiy nasihat risolasidan 1. bab sabr ve cazm, 2. bab
kishilarni to'g'ri yo'lga boshlab, ularni Allohga va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, ya'ni sunnatiga da'vat qilish temasini oldinglar. Kelar qitimda xushalliqqa erishishning qadam bosqichlari temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.